Xo'sh, yakunlangan haftada kripto olamida nimalar yuz berdi? Shunchaki o'tkazib yuborilmaydigan yangiliklar tafsiloti bilan Blockchain Texnoda hafta dayjesti. Ethereum tarmog'idagi tranzaksiya komissiyalaridan olinadigan daromad yildan-yilga tushishda davom etyapti. Masalan, 2021-yilda ushbu ko'rsatkich o'zining maksimumini qayd etgan bo'lsa, bugun o'sha ko'rsatkichdan naq 95% tushish qayd etilgan. Bu pasayish Ethereum tarmog'idagi faollikning susayishi, layer 2 yechimlarining rivojlanishi, bundan tashqari o'zingiz guvohi bo'lyapsiz, blockchain tarmoqlarida tranzaksiya komissiyalari ba'zi tarmoqlarda nollashtirilyapti ham. Shuningdek, kripto bozorining umumiy dinamikasi ayni paytdagi sust dinamika ham o'zgarishlarga ta'sir qilayotgani bor gap. Bitcoinning bozor qiymati naqd 1,7 trillionga yetdi. U tobora global moliyaviy tizimga integratsiya bo'lib boryapti. Biroq ekspertlarning fikricha, bu jarayon ham hali ilk bosqichda. Moldovada 69 yoshli ruhoniy firibgarlar qurboniga aylangan. Ma'lum bo'lishicha, u o'zining $32,000 pulini firibgarlarning investitsion platformasiga joylagan. Ruhoniyning politsiyaga xabar qilishicha, u bu pullarni 10 ta bitcoin sotib olish uchun kiritgan ekan. Qozog'istonda kriptobank ochilishi taklif etildi. Deputat Azat Perushev bosh vazir nomiga borgan so'rovda prezidentning raqamli aktivlar sohasini liberallashtirish bo'yicha shoshilinch choralar ko'rish zarurligi to'g'risidagi topshirig'ini eslatgan. Bundan tashqari deputat kriptofurushlar, noqonuniy platformalar va piramida sxemalari kabi ko'plab kripto firibgarliklar tufayli aziyat chekayotganini aytgan. Unga ko'ra, milliardlab kriptoaktivlar chetga noqonuniy tarzda chiqib ketyapti. Bu tranzaksiyalarni esa davlat nazorat qila olmaydi. Unga ko'ra, kriptoaktivlardan foydalanishga qo'yilgan taqiq yashirin bozorning rivojlanishiga, shuningdek, noqonuniy ayirboshlash va kulrang sxemalarning paydo bo'lishiga olib kelgan. Sentiment tahlilchilarining fikriga ko'ra, birjalarda Bitcoin taklifi naqd 7,5% ga kamaygan. Ushbu ko'rsatkich so'nggi yildagi rekord daraja hisoblanadi. Ya'ni bu daraja 2018-yil fevraldan beri kuzatilmagan. Mutaxassislarning fikricha, Bitcoinning birjalardagi ulushi kamayishi uning uzoq muddatli saqlanayotganini ko'rsatadi. Bu esa bozor bosimini pasaytirib, narxlarning barqarorlashishi yoki oshishiga turtki bo'lishi mumkin. Kriptokitlar PP tokenini jamg'arishda davom etyapti. Yaqinda yangi bir hamyon Binance birjasidan naq $4 million dan ziyodroq mablag'ga PP tokenini sotib olgan. Blockchain va kriptoaktivlarga doir eng so'nggi yangiliklarni Blockchain Techno Telegram kanalimizda kuzatib boring. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang.